To'g'risini aytaman, bunaqasi o'zimizda sotuvda yo'q lekin. O'zimizda degani bizning misol uchun elita avtotuning ishxonamizda sotuvda yo'q. Lekin bu akamlar o'zlari sotib olganlar. Hozir aytdilar, "Aka 200 ming so'mga oldim" deyaptilar. Mana shunaqa. Luxetga oba brendlari ham tekin reklama bo'lib ketib qoldi. Bizga faqat ustonovkaga kelganlar. Xudo xolasa buni biz ustonovka qilib beryapmiz. Gentrani lukiga. Chiroyli qilib, xudo xolasa mana shu bitta lukka ochganlarda jiv etib chiqib keladi-yu. Ideal bo'ladi. Nobodoga mana shunaqa Malibu 2 Luxetkalarni ustonovka qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, yoki Lukilarda muammo bo'layotgan bo'lsa, bemalol kelsanglar, sizlarning ham ishlarni chiroyli qilib bitkazib beramiz. Luk remont xizmatlarimiz ishlab turibdi. Qalay ketyapti aka? Jarayon. Lukka yechib oldingizmi? Mana yechib oldim. Buni qo'yayotganda yechib turishingiz kerak-a? Bunisini olib tashlaysiz. O'zi qo'yayotganda yechmasa ham bo'ladi-yu. Ham orasiga narsa tushib qolgan ekan, o'shanga yechib olib. Bo'l, походу, cho'tki. Shunaqa gap, aka, kelaverasiz.